Masalan, margarinni olaylik-da. Margarin deyarli hamma hozir pishiriqlarda ishlatilyapti. O'zi aslida 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga margarinda pishirilgan pishiriqlar mutlaqo mumkin emas. Mutlaqo mumkin emas. Bu degani do'konlardagi birorta pishiriq mumkin emas 5 yoshgacha. Ming nimasi qadog'i qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar mumkin emas. Keyin yana pishiriqlarga eng xavfli palma yog'i ishlatilyapti. Raffinatsiya qilingan palma yog'i. Bu shokolad pastalarida ham bo'lishi mumkin. Eng arzon shokoladlarda go'daklarni, hali yangi tug'ilgan go'daklarni sut kukunlarini tarkibida ham bor-da. Me'yorida qo'shilgan bo'lsa-ku mayli, lekin ba'zi sut kukunlarini suvga aralashtirishingiz bilan gup etib hidi keladi va me'yordan ortiq qo'shilganini sut idishini chayayotganingizda bilinadi. Qo'lingiz chip yopishadi, yog'lanib qoladi. Va o'shandan bilishingiz mumkin, demak, bunda raffinatlangan o'sha palma yog'i keragidan ortiq qo'shilgan. Endi hattoki sog'lom deb sotilayotgan, ya'ni bu go'dak hayotiga xavf tug'dirmaydi deb sotilayotgan o'sha maxsus pechenyelar, maxsus nimalar tarkibidagi palma yog'lari ham zararlidir. Nima uchun xavfli degan savolga javob beraylik. Masalan, qayta ishlangan o'sha raffinatlangan palma yog'lari o'zidan mana to'qimalarda, yangi hosilalarda paydo qiladi. Bu nimaga olib keladi? Yallig'lanish reaksiyalarini kuchayishiga birinchi o'rinda. Yallig'lanish reaksiyalari qachon qo'zg'atadi? Oshqozon ichaklar o'sha nima gastrit, kolit shaklida namoyon bo'ladi. Va u sekin-sekin buni biz bilmaymiz, nima qilamiz yoki noto'g'ri davolashimiz oqibatida bu hujayralar sekin-sekin saraton hujayralariga aylanadi.